Devchivli hammaga assalomu alaykum. Bugun cheesecake tayyorlaymiz sizlar bilan. Uning uchun bizga pechenye, menda 290 gram ekan, 300 gram olsalaringiz bo'ladi. Saxarный pudra 150 gram, smetana 200 gram, sливочное масло 100 gram, vanilin 2 ta tuxum, 2 osh qoshiq без горки kraxmal. Так, bu yerda esa tvorожный sir. Творожный сыр qancha edi? 200 gram. Нет, adashayman, 300 gram. Bu yerda esa slivki 33%likdan 150 gram ketadi qizlarjonlar. Boshladik bo'lmasam. Qizlarjonlar, birinchi o'rinda pechenyamizni nimadan o'tkazib olamiz? Blenderlab olamiz. Kroshka holatiga keltirib olishimiz kerak. Ungacha esa sливочное maslamizni mikrovonovkaga tapit qilib olamiz. Qizlarjonlar, pechenyamizni ezib oldik. Endi esa eritilgan sariyog'imizni solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Sariyog'imiz hamma joyiga bir tekisda o'tishi kerak. Kamochka bo'lib qolmasin. Kamochka bo'lsa ham to'g'rilaveramiz, no sariyog'ni hamma joyiga bir xil tekislikda aralashtirishimiz kerak. Aralashtirib bo'ldik. Qizlarjonlar, pechenyamizni olib turamiz. Bunaqa qolpim bor mani. Sizlarda taglik bo'lsa ham farqi yo'q. Menikini tagi yo'q bo'lgani uchun fariga bilan o'rab olaman tagini hozir. 2 qavat qilib. Bu mani qolipim katta kichik bo'ladigan qoliplardan qizlarjonlar. Sizlarda unaqa bo'lmasa, oddiy tagi dinosi borlik qolipdan ham bo'laveradi. Mana bunaqa qilib o'rab oldim. Ko'ryaptim sizlarga. Tak, hozir bu yerga bitkuli sразу nimaga duxovkani listiga qo'yaman. Qaranglar. Mana bu yerga hozir pechenyamizni solamiz. Ko'rinyapti deb o'ylayman sizlarga. Stakanchamiz bilan yaxshilab chiroyli qilib hamma joyga bir tekislikda quyib olamiz. Доча, сними свыше, пожалуйста, меня. Вот.
solamiz. Yaxshilab bosib oldik. Endi chetlariga salgina bortikcha chiqaramiz. Ozginagina bortikcha chiqarsak juda ham yaxshi bo'ladi qizlarjonlar. Harakat qilinglar. Shu tomon pechenye tushib ketyapti. Maslo, наверное, kam solgan qizim. Iloji bo'lsa chiqaringlar bortik, iloji bo'lmasa endi iloji yo'q. Ne bortik. Uncha chiqmadi menga. Uncha chiqmadi. Maslo ko'proq solinglar qizlarjonlar, men kam soldim, наверное. Так, все. Печеньemiz taq. Mana. Hozir kremini tayyorlaymiz. 300 gram sirimiz, tvorожный sirni solamiz. Так, smetana. O'zi qoshiqni olib olay. 200 gram smetana. Так. 150 gram saxarная pudra. Mana koncha erimabdi. Aralashtirib eritib olamiz. Так, sливки 33%likdan 150 gram solamiz. Mana bu yerda sal ko'proq. Lekin men 150 gram solishga harakat qilaman. Вот. Так. Kraxmal 2 qoshiq. И 2 dona tuxum. 1 2 dona tuxum. Bizga yana nima kerak bo'ladi? Vanilin. Bir pachka vanilin soldim. И limonli sok bilan 2 qoshiq limonli sidra kerak bo'ladi. Sidrani naq qilib to'kolamiz. Juda ham shu etapni o'tkazib o'rmanglar, juda ham ta'mini zo'r qiladi qizlarjonlar. Solayman. Kichkina terkadan olishimiz kerak qizim. Маленькая терка. Самый маленький, нет, который есть прямоугольный, там плоский. Плоская терка. Такой надо купить. Так, sidrani qo'yib oldik qizlarjonlar. Endi esa limonimizni kesib olamiz. Где-то 2 qoshiqcha limon sok solishimiz kerak. Men na glas solaman. 1 qoshiq. Bu esa 2 qoshiq. Все. Endi hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Agar vaqtlaringiz bo'lsa, pechenyani maslo bilan xolodilnikka qo'yib olinglar. 15-20 minutga. Menda vaqt yo'q. O'qishga ketishim kerak hozir. Так что, shunaqa gaplar qizlarjonlar. Bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Так, qizlarjonlar, juda ham yaxshilab aralashtirib o'tirmadim, chunki kech qolyapman. Agar sizlarda vaqt bo'lsa, mana bu komochkalarni olib tashlanglar, blender qilinglar. Menda umuman vaqt yo'q, так что etapimiz, keyingi etapimiz. Может, сверху снимешь меня? Так, chiroyli qilib solamiz. Девчули, у нас тайор.
Qizarib ham ketibdi, oldinroq olishim. Nima? Endi qotish kerak. Va ishga kech qolyapmiz, bo'lmasam ko'rsatardim. Keyinroq ko'rsataman. O'qishga borib kelgandan keyin. Так снимай. Всё. Вот идет она. Bunaqa pirog. Ustiga hozir apelsinovый qurt surtamiz. Hammaga yoqimli ishtaha, videoim foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.